Bu gaplarim ba'zi bir xezalak erkaklarga biz normal qabul qilamiz. Xotin bo'lib blogerlik qilsa-yu, davlatga, jamiyatga, xalqqa, insonlarga nafi tegadigan kontent qilsa. Lekin oxirgi paytlarda Instagram ijtimoiy tarmog'ida haddingizdan oshayapsiz ba'zi bir xotin blogerlar. Qachondan beri xotin o'rtasida bo'ladigan eng shaxsiy munosabatlarni ijtimoiy tarmoqlarda millionlab insonlar ko'radigan Instagram ijtimoiy tarmog'ida bemalol qo'yishga nima haqqingiz bor eng avvalo? To'g'ri, bunga ayollar aybdor emas deb o'ylayman. Chunki ayollarni tepasida turadigan erlar, ularga rahbarlik qilish kerak, ularni qizg'onishi kerak, ularda rashk bo'lish kerak. Rashk bormi senda? Qizg'onish degan bir his bormi senda? Bilasizmi, bu holatni ikkita yomon tomonini ko'ryapman. Ularning mana shunday soxta hayotini ko'rib yetishib kelayotgan yosh qizlar bo'lajak turmush o'rtog'idan ham mana shu hayotni talab qilyapti. Euforiyaga berilyapti. Ikkinchi yomon tomoni esa boshimizga balo keladi hali. Boshimizga balo keladi. Mana shunday holatlarni Yevropadan, chet eldan ko'rib go'yoki trendlarni qilyapmiz deb amalga oshirishingiz. Erta kech bo'lmasdan ko'zingizni oching. Voy erkak, xotiningga rahbarlik qil, xotiningni qizg'an, xotiningni rashk qil, ahli ayolingni yashir. Qachongacha bu holat davom etadi? Men gapirmasam, Eshmat gapirmasa, Toshmat gapirmasa, odamni g'azabini keltiradigan darajaga yetib keldik. Haqqingiz yo'q yoshlarni axloqini, ongu tafakkurini, mafkurasini buzadigan kontent qilib ijtimoiy tarmoqqa joylashga. Yig'ishtir xotiningni.